ro'za Ramazon kunlari bilan hammalaringni qutlayman. Mana kun o'tishi qiyin. Men ham o'sha haligi men ham albatta ro'za tutaman. Mana shunaqa narsalarni yeysa, uni qilib, buni qilib, endi bularni 100 kilo qilish uchun bularga yana 6 oy kerak-da. Shu 100 kilo atrofida mana shunaqa palovxon to'ra palov bo'ladi mana. Qo'ylarga mana shuni beraman. Bularda har bittasini 3 million 300 dan olganman. Benim yo'q. Tarozda oldin tortdim. Torsam 74 kilo chiqdi. Haligi qo'chqorim. So'ydim. Qassobman, so'yishni ham bilaman. So'yib, keyin anaqa tozalaganimdan keyin po'stirma oldim bundan 3 kilo. Ja, po'stirmani yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan 70 yoshli tog'amiz Muhiddin buvamizni xonadonlariga keldik. Ko'pchilikda akalarimizni talab va istaklariga binoan yana qo'y boqish chiqaring deganlar uchun bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qani bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhiddin buva, yaxshimisiz? Charchamasdan. Ha, keldingizmi? Aha. Mana qo'y boqyapmiz. Endi bekor turib bo'lmaydi. Mana bu qozonim 125 litrli qozon. Aha. Bu qozonga 27,5 kilo bug'doy, 27,5 kilo makka yaxshisidan solib 50 litr suv quyganman. Pishirdim. Shu 100 kilo atrofida mana shunaqa palovxon to'ra palov bo'ladi mana. Qo'ylarga mana shuni beraman. Har bitta katta qo'ylarimga 1 kilodan. Har bitta kallaga. Erta bilan 1 kilo, kechqurun 1 kilo. Bu hozir pishgan holati. Bu pishgan holati. Endi kichik qo'ylarim bor. Kichkina qo'ylarimga hozir 650 gram erta bilan 650 gram kechqurun beryapman. Hozir meni ishim shunaqa. Tortib beraman. Tarozida. Mana bu 12 kilogram. 12 ta qo'yga. 12 ta qo'yga. Endi 6,5 kilo 10 ta qo'yga. Ular kichkina endi nimasiga qarab yetdi. Asl o'lchab bersam ham bo'laveradi-ku. Hozir rosa yem berish jarayoniga yetib kelibmiz-a biz. Ha, endi erga kelgan gapdi. Bo'ldi, boshladik. Qani. Qo'chqorlarim Qirg'izistondan kelgan qo'chqorlar. Bular Qirg'izistondan keldi. Ha, bularni 2 million 400 dan olganman. 2024-yil 6-sentyabr kuni. Endi bular mana bular Qashqadaryodan kelgan qo'chqorlar. Bularni ham 24-yil 23-sentyabr kuni Dostonboy degan qo'y purushmanadan olganman. Bular Qashqadaryoniki. Bularda har bittasini 3 million 300 dan olganman. Ana bular 5 oylik bo'lgan olganimda, bular 8 oylik, 9 oylik bo'lgan olganimda. Ovqat qo'yniga tegib qolsa, 12 kilo bo'ladigan bo'lsa, 8 kilo pishgan ovqat, 4 kilo arpani aralashtirib, kamgir bilan beraman, keyin yeb olishadi. Orqalaridan ham deb ko'raylik. Endi bular 5 oyu, ular 5 oyu 8 kun boqildi. Men tarozida tortdim. Bular kelganda tarozida tortganman, qimmat oldim deb. Tarozida tortsam, ular o'rtacha o'raktasi 713 kilo chiqqan. O'rtacha soniga bo'lganda 60 kilogramdan bo'lgan bular.
60 kilogramli qo'zini 3 million 300 dan olganman-da endi. Endi mana hozir narx-navolar ko'tarilib ketdi. 56 mingga 1 kilo tirik vaznda bermaydi bozorda. 60 dan barat bo'lib ketdi hozir qo'zilarning narxi ham. Mana shunaqa boqiyotibman endi. Ularni yangi bu qo'rani qiylarini ko'chirib tashlab 2 kun bo'ldi ko'chirib egab kirganimga. Bular ikkita qo'rida turganda ilgari. 6 tasi boshqa qo'rida, 6 tasi bu qo'rida turgan. Bayda kelgan bir-biri bilan suzishmasin deb men buni bolalarni ham osib qo'ydim. Ha, bir-biri bilan suzishmasin deb, ha? Bir-birini suzishsin, orqaga tisarilib yurganda ko'ti balonga tegsa, darrov miyasi o'zgaradi-da baribir. Do'y suzaman deb orqaga tisarilib kelganda balonga dup etgandan keyin "Oh" deydi, deb orqaga qaraydi, o'sha hali suzish esidan chiqadi. Xullas kalom, shunaqa nima ham bor-da, hali suzishuvchi qo'chqorlarga shunaqa qilinadi. Lekin bu qo'chqorlar suzishmaydi. Bular suzishmaydi. Ular bir-birini ko'rib turgan. Endi bolalar bor edi, bekor turuvdi. Tomdan tushirib osib qo'ydim-da. Bilib bo'lmaydi. Endi bular bu qo'ylarimda 3 tasi 100 kilo atrofida. 3 tasi. Ikkitasi 95 dan yuqori, 95-96. 90lisi ham bor. Endi daftarimda ana bu. Shunaqa. Bular o'rtacha hozir 1093 kilogram jami. Olganimda 713 kilo bo'lgan. Hozir kelgandan birin meni qo'limda shu 5 oyda 380 kiloga bular og'irlashibdi, ya'ni semiribdi. Tirik vazn hisobida. Endi qani endi 1200 kilo bo'lganda o'rtacha 100 kilodan bo'lardi. Meni ko'nglim dog'ida ish bo'lardi. Endi 1200 kilo bo'lishligi uchun bularga yana 100 kilo yetmayapti. Endi yana birar oy boqaman-da. O'rtacha bular meni hisobim bo'yicha har bittasi dastlab 2 oy 200 gramdan semirgan har bittasi bir kunda. Hozir bular bir kunda oldi 350 gram, keti 250 gram, 300 gram atrofida semiryapti kuniga. Og'irlashyapti. Mana hozir masalan 95 kilo 300 gram bo'lsa, ertaga bu xudo xolasa 95 kilo 600 gram bo'ladi. Indinga 95 kilo 900 gram bo'ladi. Uni ertasiga 96 kilodan o'tadi bu. Shuna qilib qani tezroq shular 100 kilolar bo'lib qolsa, 100 kilolar qo'ydi, aydan narxi ham boshqacha bo'ladi. 100 kilodan oshiq qo'ylarning narxi yana boshqacha bo'ladi. 70 kilolar qo'ydi narxi boshqacha. 50 kilolar qo'ydi narxi boshqacha. 30 kilolar qo'zining narxi boshqacha. Hammasini o'zini kilosiga qarab narxlar boshqacha bo'lish kerak. Endi bu meni nazarimda. Lekin bozor shunaqa narsa. Ur, sur. Xullas kalom. Qancha ana qo'ydi mana YouTube'da ko'ryapman. Ko'rib kommentariyalarga ham yozib qo'yyapman. Yelkasini o'lchaydi, qulog'ini o'lchaydi, bo'yini o'lchaydi, uzunligini o'lchaydi. Voy, mingta gap bir tiyin. Voy, kilosini gapir, buni kilosini o'lchab qo'y deb ming martalab yozaman. Hech kim kilosini. Mana Qo'qon tomonlarda haligi Allama tekstil degan joylar bor ekan, ana shu tomondagi qo'ypurishlar ammo shunaqa kilosini ham ular gapirib turadi. Lekin bizda To'raqo'rg'on Namangan rayon zonasida kiloni gapirsang, qo'ypurishlar shudir, yangi ko'karib, qo'rqib ketadi. Kiloda biz qo'y boqqan odam nimadan foyda ko'radi? Kilogramdan foyda ko'radi. Kilogram degani nima? Olganda 60 kilo edi, mana hozir ular 91 kilodan bo'pti. Misol uchun endi. O'rtachada. Demak, men har bittasini 31 kilodan semirtirib qo'yibman. Men o'sha 31 kilo semirtirganimga foydam-da. Endi aprelgacha boqaman. Xudo xolasa hammasini 100 kilodan o'rtacha 1200 kilo qilishga harakat qilaman, beryapman. Bugun yaxshi yevardi. Kecha kuni ham chicha orttirib qo'ygan. Endi hozir biz terasada turganimizga, analardan ana qilib Majnaqa qo'yam o'sha 100 kiloga borgandan keyin hali ovqatni ham tayyorlab
yaxshi yemaydigan bo'lib qoladi aslida. Chunki juda ko'p semira bo'ladi bularda. Ha, haligi nima dedi? Ichida yog'i ko'payib qoladi-da. Lekin qo'ylarda zo'r boqib qo'yasiz. O'tgan safargi videolarimizdan ancha o'zgargan qo'ylar. Ayni. O'zgaradi endi. Buni ko'rdingiz-ku, bu yerda g'irromlik yo'q. Shu g'irt, makka, g'irt. Bug'doyni mana shunday pishirib beryapman. Endi yaxshi yemay qo'ysa, arpa ham aralashtirib beryapman. Bugun endi arpa aralashtirganim yo'q. Yaxshi yeyotganiga. Agar orttirib yemay ham qo'yyapti-da, o'sha yemay qo'yganda darrov arpa aralashtiraman. Shunaqa qilib yotibman. Endi men mana bu sizning obunachilaringizga bir azina so'zimni aytib qo'yay, ha? Hop. Avvalo Fardin.uz kanalini obunachilari, men mana shu bu safar endi 3-marotaba chiqyapman. Kommentariyalarda to'xtovsiz bitta ham qoldirmasdan ko'rib boraman. Hali ikkinchi safar chiqqanimizdagi kommentariyaga yozganlar, odamlar yozganlarning soni 670 ta bo'libdi. 670 ta odam menga fikrini bildirgan. Shuning ichida bir 5%, 10% odamlar bor, haligacha meni tanqid qilib, kamchiliklarimni aytgan odamlar bor. Ana shu odamlarga men rahmatimni bildiraman. O'sha odamlarni o'sha tanqidlaridan to'g'ri xulosa qilib, men qo'ydi mana shu haligi yosh kattasini olib boqish kerak ekan. Aslida hammasiga ham baribir pul kerak-ku. 15 ta boqmasdan 10 ta boqish kerak ekan. O'sha hozir shu kecha kunduzda bozorda 3,5 tur shunga beryapti-da, endi ularni urib olib bo'lmaydi-yu. Shu qo'y purishlar endi Qirg'izistondan ham kelyaptimi, Qashqadaryodan ham kelyaptimi? Qaydan ham kelsa ham o'sha qo'ylardan terib 3,5 million, 4 millionda orasidagi 60 kilo, 65 kiloli qo'ylardan olib boqsalaring, qanday qilib yillab boqmas ekansizlar. 5 oy boqasizlar, boring ana 6 oy boqinglar, menga o'xshab dangasaroq bo'lsalar 6 oy boqasizlar. Juda oliga epchil bo'lsalaring, balkim 5 oyda yetkazib berasizlar. Shu umuman qo'ylarni 100 kilo atrofiga borib qolsa, qassob ham sizni nima bunday qo'lingizni olib baraka qilib qo'yingizni baho qilganda 100 kilolik qo'y bilan qassob ham boshqacha gaplashadi. U 80 kilolik qo'y bilan boshqacha gaplashadi. 100 kilolik qo'y bo'lsa, qassob ham uni so'yib, anaga ilib qo'ysa, uni ko'rgan xaridor ham yugurib oldiga boradi. Mana shu qo'yni go'shtidan 1 kilo, yog'idan 1 kilo, go'shtdan 1 kilo olayin deb yugurib boradi. 100 kilolik qo'yni so'yib anaga osib qo'ysa, 70 kilolik qo'yni so'yib osib qo'ysa, qo'y so'yibdi deb o'tib ketaveradi. U 100 kilolik qo'y bilan 70 kilolik qo'yni orasida yo'q go'shtini orasidagi ko'rinishda ham farqi juda katta. O'shaning uchun men iloji boricha 100 kilolik qilishga harakat qilaman. Endi mana 5 oyda 100 kilolik bo'lay deb qoldi. Endi 1-aprelgacha boqsam, 6-aprelgacha boqsam, rosa 6 oy boqqan bo'laman. Endi bularning rasxotini ham aytib qo'yay. Rasxotini asli daftarim bor, yozib qo'yganman, lekin buni miyada ham qoldi. Xo'p. Bular baribir daftarni ko'rsatib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda mana shunday chiroyli qilib o'zlari mehr bilan boqar ekanlar. Hozir daftarda olib kelsalar, rasxotlarni ham chiroyli qilib tushuntirib qo'yadilar. Bu sizlarga bu qo'ylarni ko'rsatib turaman. Mana bu yog'ida ham bor. Mana bu yerdag'ilar ham yemlarni chiroyli qilib yeb bo'pti, jonivorlar. Lekin qo'y boqamiz deganlarga shu videoda tashab qo'yasizlar. Aha. Endi bu yerda mana daftarimda sizga ko'rsatib beraman, baqing. Bu endi meni kundalik daftarim. Kundalik bo'layotgan voqealarni haftada bir marta yo 10 kunda bir marta yo har kuni bir qiziq voqealarni, boshqa narsalarni, kerakli narsalarni men yozib turaman. Mana bular sentyabrda mana 7 kun ovqat yegan, ha? Olovlar. Mana bular, ha? Ha. Sentyabrda 6sida olingan ular. Bular sentyabrda 6sida xullas 252 ming so'mlik ovqat yegan. Ya bular ham ekan. Bular 6da olingan, bular 23da olingan. 84 kilo yem yegan. Hop, undan kelgan puli 252 ming bo'lgan. Undan keyin bular 450 kilo
ovqat yegan, u ham bu ham ikkalasi ham birga 1.395.000. Undan keyingi noyabr oyida ovqatni pishirib berishni boshlaganman. Ovqat qilib bersam 1.131.000 pul ketgan. Ularga ham, bularga ham. Men hozir buni jami 6.435.000lik ovqat yegan. Bular bo'lib ikkalasi bo'lib. Men bular shu 6.435.000dan men shu rasxodni haliga mana bularnikini alohida qilib oldim hozir. Ha, bo'lib yozib qo'ygan. Ha, bu bo'lib alohida qilib oldim. Hop. Mana bularni gapiramiz. Ular hali tayyor emas. Shular yegan ovqatni kilogrammi bularnikidan ko'p-ku. Bular masalan 600 gram yesa, bular 1 kilo yeyapti-da endi, misol uchun. Shuni men bularni yegan xarajatini ayirib olib yozdim mana. 158 kun, ya'ni 5 oy 8 kun. Jami 12 ta 713 kilo bo'lgan. Kelganda 1093 kilo bo'ldi 3-mart kuni tortsam. Demak 380 kilo og'irlashgan bular. Endi jami 1093 kilo. Hozirgi tirik vazn 1093 kilo bulardi. 60 dan ko'paytirib qo'ydim hozircha. 60 dan ko'paytirsam 65.580.000. Ya'ni 65.580.000 so'm bo'ladi bularni. Tortib bersam birata qassobgami, boquvchigami. Endi bularda tan narxi bor. Bularni 40 millionga olganman. Mana 65.580.000dan 40 millionda erib tashladim. Foyda 25.580.000 so'm bo'lyapti. Endi foydadan rasxodda erib tashlaymiz. Ya'ni bularni yegan ovqati, silosi, hashagi, berasi, makkasi, bug'doy, arpa hammasi bo'lib 8 million so'mlik ovqat yebdi bular. 12tasi 5 oyda. 25.580.000dan 8 millionda erib tashladim. 17.580.000 pul qolibdi sizga. Menga sop foyda. Ya'ni demak 5 oyda 17.020.000 qo'shtirib 17.600.000 foyda ko'ryapman ekan. Har bitta nima? Mana shu 12tasidan. 12 ta qo'ydan. Ha, 12 ta qo'ydan 5 oy boqib men 17.600.000 so'm foyda ko'ryapman. Agar men hozir bitta qassob kelsa, meni qo'limda 60 dan meni tortib berasan desa, tortib bersam, shu 17.600.000 so'm foyda ko'raman. Agar men bularni 65 dan tortib bersam, men shuni eshityapmanmi, YouTube'da ko'ryapman. 65 dan ham olishyapti. 62 dan ham olyapti, misol uchun. Endi men o'rtacha baydaligi minimumni gapiradi-ku gapirgan odam. Minimum 17.600.000. Ya'ni 17.600.000 jami foyda. Shuni 5 oyga bo'lamiz. 5 oyga bo'lsam 3.5 so'm 3.5 million so'm bir oyda mana shularga qaraganimga ovqatidan tashqari. Men endi madigar ishlayapman-ku bularga baribir. Hozir endi bitta tashkilotga borib ishlayman desam, meni ishga olmaydi ham. Olsa ham qorovullik qoladi. O'zim men dunyoda bekor turishni yomon ko'raman. Qorovullikda o'zimni o'zim osishim kerak. Bu ayda ish yo'q-ku. Ertadan kechgacha mana shunday qilib tikilib bir yerda o'tirish kerak yo yotish kerak. Men undan ko'ra bir yerga borib okop ko'ylaganim yaxshi, yo daraxt kesganim yaxshi. Men nimadir qilib turishim kerak-da. Qimillab turmasam tura olmayman. Endi mana shularda mana ertadan mana bunday qilib ovqatini beraman, hashagini beraman. Har zamonda eshikka olib chiqib aylantiraman, boshqa qilaman. Birovga 3.5 million dunyo pul emas. 3.5 million bular menga pul berishyapti, lekin bular haliga yig'ib ilgari kolxozda отчет berardi yilda oxirida. Bular o'sha 6 oy boqaman, 6 oydan keyin menga mang deb 17 million pulni tashlab ketadi. To'g'ri, endi hozir men ko'rib turibmiz, mana narx-navolar o'zgarib, mana men pensiyaga chiqqanimda, bag'ni ham aytib qo'yay, bir hamma pensionerlar ko'radi ko'proq. Men 2016-yilda pensiyaga chiqqanman. 300.000 so'm bilan. 300.000 so'm.
Arzimagan pul hozir 300 ming so'm. 300 mingga, lekin 300 mingga 22 kilo mana shu Soroyda sentrida molni go'shtini berardi. 22 mingdan edi 18 kilo berardi to'yis. 18 kilo go'shtga qodir edim. Pensiyamda puli bor. Endi orada pensiyani ko'paytirishdi. 300, 400 qildi, 500 qildi, 600 qildi, 700 qildi. Oxiri mana hozir 950 ming pensiya olaman. 10 kilo go'sht bermaydi 950 mingga. Ha, hozir 110 mingga chiqyapti molni go'shti ham. Ha, men uni foyda ko'ryapmanmi? Ha, men ziyon ko'ryapman aslida. Pensionerlar hammasi ham o'sha pensionerlar o'yda deyapti. Ilgari masalan o'sha 2016-yilda pulni kuchiga ancha narsa kelardi. Hozir pul вообще xashak bo'lib qoldi, xashak. Endi men ham bularda hozir men bilaman, endi albatta aqlim yetadi, endi boshqa iloji yo'qda. Endi hozir o'tgan safar ham aytdim-ku, 1 million 800 mingdan olgan qo'ylardi. O'tgan yili 1 million 800 mingdan olgan qo'ylardi, bu yil yozda 2 million 400 dan oldim. Endi bularni 3 million 300 dan oldim. 60 kilolasini. Endi 60 kilolar qo'ydi. Hozir 3 million 300 dan olsam, jon deyman. 3 million 300 dan ola olmayman da, bilaman. 3 million 800 ga beradi. Ya 3 million 700 ga arang beradi, bersa. Chunki tortib ber desangiz 60 dan tortib beradi ular ham. Men bilaman. 60 dan tortib beradi. 60 dan tortib bersa 60 kilolar qo'yish 3 million 600 bo'ladi. Shayda o'zida 300 yegan bo'laman. Lekin pensioner odamga yomon emas. Oddiy uy sharoitida mana 12 ta qo'ydan shunchalik daromad. Sizga endi yomon emas. Endi mana ulardan 17 million foyda ko'rsam, ha, misol uchun. Ha, mana bular ham kelganda, mana bular ham bular tortilmadim. Bolalar g'irramlik qilib, ullarim qo'ydi. Ana ularni hali katta qo'y 100 kilolik qo'ydi, yiqitib, oyog'ini beylab taroziga qo'yish oson emasda. Ikkalasi ham anjira pul. Bo'ldi. Uni sotmaysizmi dedi, yo uni hali sotmaysiz. Kerak emas. Sotmasangiz nima qilasiz? Bekor. Tortaverib ko'nmadi bolalar. Bularni ham tortqim kelardi. Endi hozir mana shular 40 kilo bo'lgan, olganimda, o'rtachada. Kelganda, hozir bular 60 kiloga borib qoldi. 60 kilo. Bular 60 kilo. bularni Endi shular ichida bitta 50 kilolasi bor edi. Mana shular ichida bitta 50 kiloga qo'yim bor edi. O'sha 50 kilo o'zi bitta xolasida. O'shani oyog'i og'rib qoldi. Keyin o'sha oyog'i og'riganligini o'zingda eyib qo'zib hapumag'im mendan deb shu yerda so'yib berdim. Endi men yetilib borib so'yib berganim yo'q. Tarozda oldin tortdim. Torsam 74 kilo chiqdi. Hali qo'chqorim. So'ydim. Qassobman, so'yishni ham bilaman. So'yib, keyin anaqa tozalaganimdan keyin po'stirma oldim bundan 3 kilo. Ja, po'stirmani yaxshi ko'raman. Ayniqsa po'stirma sho'rvalardi. Keyin haligina go'shtini ungacha ana qilgancha unda haligi 25-kun so'yganman fevral kuni. Abit olib qoldi, ana qilmasa 11 bo'lib qoldi. Kelin, dada nima qilib borayin? Abitga dedi, jigarni qovurib berasiz dedim. Jigar bilan yurakda berib berdim. Uni taroziga qo'yganimiz yo'q. Keyin tarozidan olib chiqib turib, qo'yni tozalab, chashavani olib qo'yib, yog' pog'i turgan butunizcha shunday taroziga qo'ysak 42 kilo chiqdi. Po'stirma tortilgan yo'q, jigar yurak tortilgan yo'q. 74 kilo narsadan 42 kilo narsa chiqdi. 100 dan bo'lsa ham 4 million 200 u. To'g'rimi? Endi xullas qilib, bular ham semiryapti. Bularni ham endi bularni ham 100 kilo qilish uchun bular hozir 60 kilo, endi qirg'izcha aytganda 60-65 kilo. Shunaqa qo'ylarni olganman-da men 3 million 300 dan. Mana shunaqa edi. Endi bularni 100 kilo qilish uchun bularga yana 6 oy kerak-da. 100 kilo 6 oy kerak. Uni tonnalab buni o'qirdi, yemga to'ldirib qo'yganim bilan iloji yo'q. Bular kun ham sanaydi baribir. Bular hozir 5-sinf o'quvchisi. Bular 10ni bitirishi uchun hali yana 5 oy 6 oy vaqt kerak. Hali shunaqasiga aytganda, voyaga yetish uchun. Bular endi iyul avgustga bor, avgust
avgustga borib bular 100 kiloga chiqadi, xudo xolasa. Endi avgust oyida ko'ramiz, xil kelsa sotamiz, bo'lmasa yana bir ekoy boqaramizda, keyin oktyabr oyida hali kelinlar, to'ylar boshlanib qoladi. Odamlar qiz chiqaradi, qiz oladi deganday, kuyov tomon oladi, shunaqada sotamizmi? Ko'ramizda, oldin 100 kilo bo'laversin. 100 kilo bo'lsa har dor million. Ozgina chicha yo'l qo'yib sotsangiz, meni qassob tanishlarim bor. Ular hozir bilishmayapti-da. Ularni bir nima qilib haligi hozir oldingiz dumbalardan orqasidan bunday qilib oldingiz. Endi u qassoblar ham ko'rarmikin? Birodarlar, mana shu qo'ylarni sotmoqchiman. Mana ham qishloq, ham yurt birodarlar, qassob birodarlar. Arzon sotaman men, unaqa juda otam duosini qo'yib olmayman. Mana endi o'rniga yangi olaman. Hozir Qirg'izdan qo'ylar katta miqdorda o'tyapti. Sal tushib qoldi shekilli narx-navolar. Tinmay YouTube'da qo'ylarni ko'rib boryapman-ku. Narx tushdi, o'ydi, narx tushdi deyapti-yu. Hali men yana bola qo'y olib boqmoqchi edim. Hali enaqa aslida boladan ajragan ariq soliq qo'ylardan bir 20 tami, 25 tami. Mana somonimda ham, silosimda ham ko'rsatib qo'ying. Ana bir silosim ku. Bir o'tkaylar silos ekkanman. Buni ham pulga chaqdim hozir tanlarqa. Mana hozir 60% silosim turibdi. 60% silosim turibdi. Bularni shu boringki moy oyini oxirigacha saratonni issig'i qoldirmasa hayvonlarga yegizib berish kerak. Endi meni hayvonim çok oz endi. Mana shunda qo'ylarda endi qo'ylar hali dunyo ovqat yemaydi-yu. Endi qani endi birortasi menga bir 100 million pul deb berib, otaxon mana o 100 millionni bir yil ishlatib oling desa, o'sha 100 millionga ham bir 30 ta qo'yni olib, mana sizlar bilan boqib olardim. Unaqa qilib 100 millionni men deb beradigan odam yo'q-da. Mayli 100 millionni ko'p emas, bir 105 millionmi, 110 millionmi qilib ham qaytaraveraman. Bir 10% ustini qo'yib berib bir yilda. Haligiga bankadan kredit olay desangiz, 100 million bankadan kredit olsangiz, 130 million to'lash kerak-da. Haqqi bor. O'lay qo'yni olib boqib, jaba foydani bankaga topshirish kerak-da, ahmoq bo'lib ishlash kerak. Aynaqa. Endi oddiy qo'y boqishda foyda katta yo'q. Lekin uy sharoitida yomon emas. Yo'q, yaxshi. Men mana YouTube'da yana aytmoqchiman. Mana YouTube'da chiqqanimda haliga Qatag'on qishlog'idanman dedingiz. Juda ko'p odamlarga bu Qatag'on degan so'z haliga g'alati tuyuladi-da. Bular Qatag'on qilingan haliga ana 37-yilda Qatag'on qilinganlar degan gaplar mana o'zbek tili anaqasida tarixda yozilgan. U Qatag'on boshqa. Bu Qatag'on degan gap bu o'zbek urug' bor, Qo'ng'irot urug' bor, Barlos urug' bor, o'shanday Qatag'on degan urug' bor. Bu Qatag'on degan urug' mana shu Farg'ona vodiysini o'zida Andijonda bor ekan Qatag'on qishlog'i. Menga o'sha Qatag'on qishloqlar yozdi-da, menga kommentariyada yozdi. Andijonda bor ekan Qatag'on qishloq. Qashqadaryoda bor ekan Qatag'on qishloq. Surxondaryoda bor ekan, Dushanbeda bor ekan, Afg'onistonda bor ekan, Samarqandda bor ekan. Yana qayda? Esimdan chiqib qolyapti-da endi hali. Shu Qatag'on qishloq ham ko'p ekan. Shu Qatag'on qishloqlar hammasi o'sha qadimgi Qatag'on urug'idan tarqagan odamlar. O birodarlar, Qatag'on qishloqdanman desa, xuddi bir seskanib tushadi hali. Ko'p bizda ko'p odamlar Qatag'on qishloqdanman demasdan So'raydanman deb qo'ya oladi. Nima yurasan? Qatag'on qishloqdanman degani. Deydigan odam yo'q. Men Amerikaga borsam ham Qatag'on qishloqdanman deyveraman. Qashqadaryoga boramanmi, Toshkentga boramanmi? Men To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idanman deb aytaveraman. Uyalmayman ham. Endi nimasi uyat? Bu shunaqa Qatag'on degan urug' bo'lgan. O'sha urug'dan tarqagan yigitlardanmiz-da biz.
biz jaydari yigitlar. Mana qilib qo'ylarni boqib yotibman. Aytganday, baribir men nima deydi? Go'sht yaxshi ko'raman-da. Aslida go'sht yaxshi ko'radiganlar hammasi ham qo'y boqadi, ya mol boqadi. U go'shtni yomon ko'radiganlar shifr qiladigan usta bo'ladi, maktabga domla bo'ladi. Mana hozir eda quyonni boqyapman. Bu ham 7 xazinani biri ekan. Buni ham mana shu o'zim tengqur pensioner babaylarga tavsiya qilaman. Qiyin emas. Menga kelishsa, telefonimdan yozib qo'yasa, men bu quyonlarimni bolasidan sotaman. Arzon beraman. Ko'paytirishga. Mana bu 3 ta quyon. Mana 10 qulog'ini qora bilan bo'yab qo'ydim. Bu opasi. Mana o'rtanchisi, nargisi kenjatoy. Uchini ham qochirib qo'ydim. Bunisini 15-fevral kuni qochirdim. Mana bu chap qulog'ini qoraytirib qo'yganimda 20-fevral kuni qochirdim. Mana bu kenjatoyni 1-mart kuni qochirib qo'ydim. Bular ham ovqatni urib qo'yishibdi. Hali beda yeyishyapti. Bular bo'g'oz ekanda demak. Bular bo'g'oz. Men o'sha bularda ana kattasi qildim, hozir kattasi ham ko'rsatamiz. Endi mana uni ham ko'rsatib berayin endi, biroq. Qo'shilib. Bu quyon boqishda YouTube'da ko'rib nima qilib oldim. Asha 2 oy bo'ldi-da, boqishda boshlagan. Mana bu qo'chqori voy. Bularni qo'chqori. Qo'chqorni alohida qo'yib qo'ydim. Qo'chqor mana bu quyonlar o'sha qochadigan vaqtda ko'tarib olib kelaman, tashlab qo'yaman. Bir yarim soat qarab turaman. Yarim soatda beda taslatishib qochib qoladi. Bu qanaqa qilib qochganini ham bilaman. Mana bu eng kattasi mana. Bu kattasi bu. Bu 1-fevral kuni qochgan edi, mana shu quyon. 1-fevral kuni qo'ygandim. Bunaqa berdik. 1-fevral kuni qo'ygan edim. 2-mart kuni bu tug'di. Mana bu raddom, mana. Tug'di. Mana shu raddomini alohida qildim. Mana bu bolalari mana. Buni qo'lda tegizmaslik kerak. Bunda bolalardan qo'lda hidi kelib qolsa, keyin enasi tishlab qo'yaman. Sekin qip-qizil jishlaydi. Mana sekin oqarishyapti. Men bilmayman, sanaganim ham yo'q. Sanasa barakasi uchmasin. Mana shu bolalardan sotaman. Bular 10 kunlarda endi 2-kuni tug'ishini bilib, mana qilib o'sha kunlari sovuqda chilanka bilan o'rab qo'ydim. Endi issiqda tursa yaxshi-da. Issiqqina yerda turgani yaxshi yo'q. Bu chilankani shunchalik shuna qilib o'radim endi. Issiq bo'ladi-yu xonasi. Haqiqatan bunday qilmasangiz, mana qaroni ko'ring-da, mana nima deyapti? Mana bu kunduzlari bekor turmasdan mana ro'zadan burun mana 4 kun vaqtim ketdi mana shuni qilishga. Dejizcha mana. Keling mana raddomi bor, buni ham mana bu yerga bitta pandirni qo'yaman-da, bu yerga hashakdan solib qo'yaman. Ana u hali katta opasini o'sha 15-12, 13-mart kunlari mana shunga solaman-da. 15-martga tug'atdi u. 12-13 kunlari shunga solib, bu yerda urganib, kamashaga kirib tug'iradi. Bu 2 ta tug'ruqxonasi bor, 2 ta raddomi bor, katak bu mana. Bag'ga ham tagiga qo'ygan narsa qo'yaman. Mana teshikda narsa qo'yib turib, ustiga somondan solib qo'yaman. Haligi narga o'rtancha sinisini olib keltirib, yerga tashlab qo'yaman. Bular mana shu yerda bu yerda tug'ib 1 oy bu yerda yashashadi, 1 oy. 1 oy yashagandan keyin bunday xudo xolasa quyonlar bo'lib qoladi. Hali quyonlar yana bitta katak yasamoqchiman hozir endi. Bugundan boshlayman harakatni. Endi keyin 2 ta katak qilib qo'yaman boshqa. Bular raddomi bor kataklar. Endi boquvdog'a katak qilaman yana 2 ta. Ularga bitta katakka erkaklarini, bitta katakka irg'achilarini qo'yiladi, boqib turilaveradi. Bu quyonlar qisqacha ta'rif berib ketay, o'zi bilishadi, bilmaganlarga. Quyon, hop, bitta quyon tug'ildi, 4 oydan keyin u
irg'achi bo'lsa voyaga yetadi. Uni qochirib qo'yilsa, 5-oy 5 oylik bo'lganda u tug'adi. Bir quyon 1 oyda tug'arar ekan. 29 kun 1 oy. Shu 1 oyda tug'adi. 1 oydan keyin yana qochirilaveradi. Hali quyonni. 1 oy hali bolalarini 1 oy boqadi. Borib yana 40 kun qilib chillasi chiqsin ana. 40 kundan keyin yana qochirib qo'ysangiz, yana 1 oy o'tgandan keyin yana tug'averadi. O'rtacha 1 yilda bitta quyondan 5 marta bola olish mumkin. 6 marta, borib ana 4 marta oling mayli. Hali 40 chiqmas, 50 kun, 50 kun ya 40 kun, 40 kun tuqqandan keyin bolalarini boqadi. Undan keyin qochirib qo'ysangiz, o'shaqa 4 marta bola olsa ham 8 tadan tuqqanda 4 marta 4 kira 8 32 ta. Bitta ona quyon 1 yilda 32 ta bola bersa, ha? Uni quyonlarni 4 oy kitobini ham o'qidim, YouTube'da ham ko'rdim. 4 oyda irg'achi quyonlar 2,5 kilo go'sht qilar ekan. Erkaklari 3,5-4 kilo go'sht qilar ekan. Ha, 4 oy boqib turib so'yib yeyilaveradi. To'g'rimi? Ha, mana cho'ja. Cho'jani 4 oydan keyin so'yib, o'zimizning milliy cho'jalarni 4 oydan keyin so'yib yeb bo'lmaydi. U chaqirmagan bo'ladi-yu. Cho'jani chaqirish uchun kamida 9 oy vaqt kerak. Cho'ja tug'iladi, tuxumdan chiqadi. 9 oydan keyin deb chaqiradi. Ana undan keyin biz dinimiz bo'yicha, biz ota bobomiz aytgani bo'yicha chaqirsa keyin uni so'yib yeyiladi. U broylerlar ular boshqa. U broyler boshqa. Broyler u 40 kun tuxumdan chiqib 40 kunda tayyor bo'ladi. O'zi go'shti ham bemazasi 5 pul bo'ladi-da uni. Demak, bo'sh vaqtlaringizda quyon boqish bilan ham shug'ullanib turgansiz. Endi boshladim. Bu yil hozir quyon boqishni boshladim. Endi hannada endi quyon tabaka qilamiz-da. Bitta hali azbiz trubani 1 metr azbiz trubani shunday qirqib, aytga managa tikka qilib qirg'og'ini g'ish bilan u nima qildi, hali enga o'tirlardan tashlab turib, keyin bitta quyonni so'yib, tikkasiga osib qo'yiladi-da, tepasida yer pishtoq bilan yopib qo'ysangiz, quyon tabakada. Mana Qashqadaryoni hali anda qiladi-yu, tandir. Hali qo'zi tandir. Xudo xolasa, shu kelayotgan sentyabrlarga meni quyonlarim ham o'sha tandirbob bo'lib qoladi. O'sha tandirbob bo'lganda bir chaqirib o'tiramiz-da, xudo xolasa. Gap yo'q lekin. Endi qo'ylarni mana semirganini aytdim. Bir kunda hozir shu katta qo'ylarim 300 gramdan semiryapti-da. Katta qo'ylarim 300 gram semiryapti. Hali uni o'nak qo'yliq. Ular hozir allaqa shakka o'tib qoldi uni qo'ylar. Shuni ko'rganim yo'q, bilaman-da, o'nak qo'yliq, 14 oylik, 14 oyda shakka chiqadi. Endi narigi kichkina qo'ylar ular ham 60 kilo bo'lib qoldi. Endi o'sha 6 oy boqsangiz, 12 ta qo'ydan 20 million plus minus foyda ko'rgandan keyin 6 oyda yomon emas-da. Lekin o'shanaqa 3,5 million, 4 million orasidagi qo'ylarda 6 oy boqsangiz, keyin foyda ko'rasiz-da. 2 millionga qo'zi olsangiz, hozir barra qo'zilarni rassamoq deyapti, yomon qimmat, 2 million, 1,5 million deyapti. Bu barra qo'zini olsangiz 1,5 yil boqasiz-da. Uni endi bir adirda yashaydigan, cho'lda yashaydigan odamlar olib boqsa bo'laveradi. Chunki yem bermaydi, ko'chada haydab boqadi. Bizda bunaqa tor joyga bunaqa barra qo'zilar bo'lmaydi. Bizga o'sha katta qo'y yaxshi ekan. Endi Faxriddinjon, sizni obunachilaringizni, ham qishloqlarimizni, ham rayon, viloyatdosh O'zbekiston xalqini, balkim barcha musulmon birodarlarimizni avvalo mana kirib kelgan ro'za Ramazon bayram, ro'za Ramazon kunlari bilan hammalaringni qutlayman. Mana kun o'tish qiyin. Men ham o'sha haligi men ham albatta ro'za tutaman. Mana shunaqa narsalarni yeysa, uni qilib, buni qilib, vaqt o'tganini bilmayman. Qornim ochmaydi. Mana shunaqa qilib hammalaring bekor ko'chaga chiqib olib, duol tagida o'tganga
turli tuman g'iybatlarni qilib gapirishdi o'rniga shu menga o'xshab shunaqa ishlarni qilib o'zlaringni nimalar bilandir ovutib mashg'ul qilib yuringlar birodarlar. Hammalaringga tinchlik, omonlik bo'lsin. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Har xil balo qazolardan Parvardigor o'zi saqlasin. Musofirchiliklarda mana yuribdi farzandlarimiz, jiyanlarimiz hammalari o'sha tirikchilik deb, bola chaqa deb o'zim uyimda uy qurayin, uylanayin, mashina olayin deb bechoralar hammasi izg'ib yuribdi chetlarda pul topaman deb. Hammalaringga Parvardigor ishlarini rivojini bersin, tani joni sog' bo'lishsin. Hammalari sog' salomat qishlog'imizga qaytishib, uylar qilishsin, to'ylar qilishsin, mashinalar olishsin. Baxtli yashashni Parvardigor hammamizga ham o'zi ro'zi nasib qilsin Parvardigor. Amin. Allohu akbar.